Tez daromad ko'rishni xohlayapsizmi? Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Akalar, qo'yda, qo'chqorda baraka ko'p. Xullas, siz aziz obunachilar uchun yaxshi daromad qiladigan joyga kelingan. Soni 40 dona qo'chqor akalar, 11 oylik yemini yeb turgan. Aslida pul zarur bo'lmasa bu holatda sotmaslik kerak edi. Chunki bu damlab qo'yilgan osh. Aka, siz shu usulda hozir boqib turing, 40 tasini aka. Qurbonlik uchun olib borasiz, kamida har bitta qo'chqoringiz $150 foyda qilib beradi. Bu degani aka 3000, $6000 yoningizdagi sof daromadingiz. Xudo xolasa akalar, avvalo xudo astoydil bo'lish kerak, uning uchun sababini qilish kerak. Bu qo'chqorlarning soni 40 ta 11 oylik yemini yeb turgan badallar semiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy-Qishloq Shovon mahallasi Turdial Do'stum qo'y firmasi. Akalar, buni siroshni sotiladi 5.200.000 so'mdan. 6.5 5.5 ham yo'q. Go'sht yog'iga ham to'g'ri keladi. Qassob akalarimiz ham kelib bemalol ko'rsangiz bo'ladi akalar. Usulli quruq yemini yeb turgan qo'chqorlar akalar. To'liq video Usmonli YouTube kanalimizda o'tib bemalol ko'rsangiz bo'ladi akalar.